Assalomu alaykum aziz ayollar. Hammamizga ma'lumki, oktyabr oyi ko'krak bezi saratoniga qarshi kurash oyi. Men shifokor bo'lsam-da, har 6 oyda muntazam ko'krak tekshiruvlaridan o'tib turaman. Chunki juda yaxshi bilaman, ayol sog'lig'i bu oila salomatligidir. Men singlimni, qizimni, kelinlarimni muntazam tibbiy ko'rikdan o'tkazib turaman. Chunki ko'krak bezi saratoni har bir ayol duch kelishi mumkin bo'lgan xavf. Lekin erta aniqlasak, to'liq davolashimiz mumkin. Ko'pchilik ayollar men o'zimni yaxshi his qilyapman, meni hech narsa bezovta qilmayapti deb o'ylashadi. Lekin kasallik ancha vaqtgacha jim rivojlanadi, lekin o'z vaqtida aniqlasak, to'liq davolash mumkin. Shuning uchun o'zingizni yaxshi his qilayotgan bo'lsangiz ham tibbiy ko'rikdan o'tib turish kelajagingiz va salomatligingiz garovidir. Oktyabr oyi davomida onkolog ko'rigi va mammografiya tekshiruvi barcha ayollar uchun bepul. O'zingiz va yaqinlaringiz hayotiga befarq bo'lmang.